Assalomu alaykum yurtdoshlar, YouTube, Instagram podpischilar. Bugun 10-avgust kunimiz xayrli bo'lsin. Tikkan telpaklarimni obzorini qilib beraman. Tomosha qiling, ko'ring. Har xil turda bosh kiyim bor. Kimga nima kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ko'rsataman. Antik teri qo'yilgan Watson shapka. Buxoro qorako'li qo'yilgan poliski shapka. Norka bilan ishlangan poliski shapka. Ko'ring. Bu antik qo'yilgan norka bilan ishlangan Watson shapka. Boyarka. Ko'ring. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Har xil turda bosh kiyimim bor. Ko'ring. Birinchi qator Watson shapka, ikkinchi qator poliski shapka. Antik terilar, o'zimizni terilar, antikvar telpaklar. Ko'ring, bir-biridan chiroyli. Bir-birini takrorlamaydi. Kim ko'rayotgan bo'lsa, belgilab yuboraverasizlar, kimga nima kerak bo'lsa. Antikdan bezbolka, antik bezbolka. Antikdan poliski shapka, antikdan poliski shapka. Kepka antikdan. Quloqlisi kepka antikdan, quloqli. Mana mo'min musulmonlar uchun do'ppi qishqisi antikdan, antik qo'yib ishlangan do'ppi. İchlarida ipi ham bor, hammasini ichida ipi bor, kichraytiradigan. Norka telpaklar birinchi qatori. Zamishviy qora norka telpak. Zamish qulog'i tushadi. Norka telpak. Kepkalar, Buxoro qorako'lidan kepkalar. Ko'ring, har xil svetda. Mana shunaqa bosh kiyimlarim bor. Kimga nima kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, bahosini aytamiz, kelishamiz. Bahosini. Telefon qilaverasizlar. Hamma yerga dastlabkamiz bor. Pochta orqali taqsilar bilan hamma yerga dastlabkamiz bor. Telefon qilaverasizlar. Kim ko'rayotgan bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib qo'ying, podpiska qiling kanalimizga. Xudo xolasa savdoni boshladik. Telefon qilaverasizlar. Mana shunaqa telpaklarim bor, har xil turda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.